Aga bir 73 kilo. Ipini qo'yib yuborasiz. Kallasini baqara. Shu sot. Do'stlarga baqib o'tkiz ko'ring. 74. 74. Bosmang tarozini. 74. Unisi qancha chiqdi? 76. 76, 74. Uchinchisi bu. 76, 74. Bu uchinchisi bu. Bitta qo'yvoring bosh. 74. 74. 74 kilo. Uchinchisi bu. Doston birinchi tortgan qo'ydi eslab qo'y. 76 ekan. 76 kilo var. Mana shuni eslab qo'yda, jipini ushlab turuvdi bu odam. Mana shuni bitta boshqatdan tortish kerak. 73. Bu hammasini 74 kilo ko'rsatdim. 73 kilo. Dörtte tortayım. 73 kilo. Yetmiş 73. Bitta katta bo'ldi. Bu vaqotroq ekan. Asta. 82 kilo. 83. 82. 82. 83 ekan. 82. Birinchi qo'ydi boshqadan tortish. Ha shu qo'ydi ham boshqadan qo'ysa 82. 82 chiqdi-da. 953 kilo shunday. Mana bu 2 bo'lib qoldi-da. Şimdi tengayapmi buni? Yo'q, Mana shu oxirgi qo'ydi ham bitta tortish kerak. 76. 76 ekan. Bo'yni ham 76, hozir ham 76. Oxirgi qo'ydi ham tanlash kerak. 82 kilolikdimi? Ha. 82 likdi. Ha, 82 edi. Minus 2 ko'rsatib qoldi-da tarozi keyin. Ya, xohlasalar chiqaringlar mana. Yo, 82. Ha, Ana minus 2 ko'rsatib qoldi tarozi. Ana shuni hayda. bu nechi bilan savdo bo'ldi kilosi? 74 dan. Bu endi ziyod chiqyapti. Asta. Minus 2 ko'rsatdi-da. Bu o'zi kam chiqdi-da, bu ziyod edi kilosi buni. Minus 2 ko'rsatdi. Sizni foydangizga aytyapman. Shu 83, 84. 83. Bu chiqqandan keyin, tegingandan keyin minus qoldi. 83. Yok, taşıp şişe koysa. 83. Taşıp şişe. Yakta kalapki bandeton yo'q aka. Chiqaring bo'lmasa. Ana shu 2 kishi turinglar shaqqa. 83 kilo. Kalapki menga bandet nazibda. 300. Aka chiqing, Shundan tashqari. Chiqing o'zingizdan. Asta faqat, asta. 163. 163. 79. 84 ekan. 84 ekan. 454 kilo. 454 kilo. 454. Aka bana ki. 454 kiloni